Yakan kasbiy o'rta maktabdagi bir qism o'quvchilar o'zi roziliqsiz maktab tarafidan Vanxi fabrikasiga to'xtam bilan o'tkazib o'tilgan. Vanxi kiyim fabrikasida ishga solinayotgan Uyg'ur qizlar haqida berayotgan aniqlashlar davomida ularning aslida Yakan ikkinchi kasbiy o'rta maktabning o'quvchilari ekanligi, ularning o'zi roziliqsiz holda maktab tarafidan mazkur fabrikaga noma'lum bir to'xtam bilan o'tkazib berilganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, bu qizlar fabrikaga majburiy olib kelingandek, kasbiy maktabga majburiy olib ekan. Yo'tkash maktab rahbarlari bilan fabrika orasida tuzilgan noma'lum bir to'xtamga asosan bo'lgan. To'xtamning mazmunidan bu ishchilar o'zimi, ota-onasimi xabarlantirilmagan. Eng yangi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, ular zavodda haftada 7 kun, kunda 14 soat ish qilingan. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonga o'rnatilgan 500 ming kilovatlik quyosh energiyasi turining elektr to'g'riga ulanishi bilan toplam yangi energiya miqdori 50 million 260 ming kilovatga yetgan bo'lib, rayondagi yangi energiya sig'imi umumiy energiya sig'imining 41% ga to'g'ri kelgan. Xitoyning zuoni bo'lgan Shinhua agentligining 14-iyundagi xabariga qaraganda, payshanba kuni 500 ming kilovatlik quyosh energiyasi turi Sharq Turkistondagi elektr to'g'riga ulangan va buning bilan rayondagi yangi energiya sig'imi 50 million 260 ming kilovatga o'stirilgan. Amerika Moliya ministri Janet Yellen Xitoy bilan nomrod davlatlarning qarzini qayta tashkillash qatorliq o'rtaq manfaatlangan sohalarda hamkorlashishni xohlaydiganligini aytdi. 20 davlat guruhi moliya ministri va Markaz banki boshliqlarining Hindistonda uchrashishidan ilgari muxbirlarning kutilish yig'ini o'tkazgan Yellen Xitoy ziyorati haqida to'xtaldi. Uning aytishicha, uning oldingi hafta Beijingga qilgan ziyorati Amerika-Xitoy munosabatining texmi mustahkam zamin hozirlashiga foydali ekan. Shundaqla dunyodagi ikki chong iqtisodiy gavda o'zaro ko'ngil bo'ladigan sohalarda hamkorlashishga majbur ekan. Bu yil ikkinchi faslda Xitoy iqtisodi 0,8% oshgan bo'lsa-mu, lekin yillik o'sish sur'ati 6,3% mo'ljardan tuban bo'lgan. Iqtisodshunoslarning yillik o'sish mo'ljari 7,3% edi. Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqiga a'zo davlatlarning diplomatiya ministrlari Indoneziyaning poytaxti Jakartada ko'rishdi. Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqi boshliqlar yig'inida Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan aloqasini kuchaytirishga qarata andishlar ifodalanish bilan birga Janubiy dengizda tajovuz qilmaslik kelishimi imzolandi. Amerika, shundaqla rayondagi davlatlar Beijing doiralarining Janubiy dengizda egalik huquq talab qilgan rayonlarda sun'iy orol qurishiga qarshi turadi. Kreml bayonotchisi Peskov, Qora dengiz oshiq kelishimi amaliyotda oxirlashdi. Bu to'xtatildi. Aloqador shartlar yo'lga qo'yilgan hamon Rossiya darhol oshiq kelishimiga qaytib keladi dedi.